professional blogger yigit, aymi? U narsani reklama etmaydi. Mana yoshlarga kelgan xo'j, yeshikamiz bilan birga salasak başta mumkin aymi? Mumkin. Garaj ketso'dan bitta kimdan reklama etishgan. O evralarga kerak nima? Kim onlarga tega kamaz prototkisi bergan? Kim narsa bergan? Kim aytib bergan? Shularga aldanib balay kim bilan mashqtiraydi. Har bir kuni keldida Obidi Cindy Nixon'ni reklama bilan zagnasın sina buna kadar ayağını avuttirib konsertda ko'yga kerakli sivil pat bitirib просто senin 600 binga yakın подписка, şu подписка bilan bir bitirib rahatlanib milyonlar ishlarga bo'ladi. Endi qiziqdim shaxsiyatlarim, menda bitta korchular. Men aytam mana bu sizning ishlarga keraksan deganim, sen hozirda storiesga deyishga videoda men reklama bilan shug'ullanan, kimga kerak yozingiz deydi. Men tumanqaylarim shular kerak. Madam hurmatli подписчиклар, men aytam do'stlar, qo'shingizga reklama kerak, menga yozingiz deb o'zimning lishni nomerni chiqargan edim. Anda kimlarga yozdim? Anda narsalarga yozdim. Lardansiz so'qqisinglar. 5 minutda o'tmay radio bitimni yonimda o'tirib, bir kishi o'tiradi. Filozofiyasiz siz bilan ergaga sizning negizda storingizni o'qib, siz reklama berasiz ekan, birinchi bo'lib bilmadi, yoniga bilsandi. Aytam, yo'q, вопрос o'tmaydi, qabulni boshqasi bitirib qo'ying, shunday aytdim. Do'y, barterdan yarimadi. Men o darsni aytganda, janaga barterdan gumrimda narsa ekanini bilmayman. Bo'lsa, boshqasi keyin Конечно, men gumri bo'ymayapman, barter bilan ishlayman deydi. Madam sizni ishingizdan deganing, men professionalniy shug'ullanib yasayman. Janaga. Yaşallah, bu давайте серьезно обсуждать. Mana aytgan og'aylar bor edi. Ul qizlar shunday bo'lsang deyman. Menga 41 yosh. Men ovul yigiti. Mana ko'z oldingizga keltirib hozir, aybi. Aynan. Men hozir shu qizning saloniga borib, buynasini kirib, ushtabini solib, tega kristasini jayib o'tiribdi deydi. Bu degan plaster bilan ko'kayni shundan tortib oladi. İmin ahırdan beklediği videocularda o yerine burada şuna orada bir süre verdi. Niye bir dalga oldu diye. Benim